Hey yo, hammaga salom bilansizlar. Bugun sizlar bilan biz Aka Uka Vlogs kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan biz Minecraft o'yini Orol 2-qism degan videoni olamiz. Bugun sizlar bilan men har doimgidek bitta o'zim bu videoni 2-qismini olyapmiz. Qani ketdik bo'lmasa videoga. Mana obunachilar, videoni ham boshlab oldik. Mana qornim to'q, hamma narsa joyida, o'sha turibdi. Faqat men bitta qildim, daraxtlar o'stirdim mana. Hamma daraxtlar o'stirdim. Baribir ham buni vijvaniyada qila olmasdim. Vijvaniyada qilganimda urug'larim ketib qolardi. Shuning uchun o'zimga 3 ta dona daraxt olib, bu yerga o'zim o'git oldim. Endi bugun qiladigan ishimiz mana shu yerni yarmini qazib, biz bu yerga izina qilib, mana yoqqa tushadigan qayiqlar joyini qilishimiz kerak. Bugun maqsadimiz u yerni 3-qismga qoldirib qo'yamiz. Sizlar uchun 3-katta bir baza quramiz, ishga harakat qilamiz. Ukam bilan birga qilamiz. O'sha 3-qismi biz qishloqda piknik videosini olamiz degandan keyin chiqadi. U videoni sizlar aktivda o'tgan videoning 1-qismini aktivini yaxshi 110 ta qilib qo'yibsizlar. Bu juda yaxshi. Bundan-da ko'p qilasizlar degan umiddaman. Tezroq bu aktivni ham ko'tarib berishinglar kerak. Bu video uchun 300 ta prosmotr qazildi. Sekin mana yoqdan zinalarni yasashimiz hozir. Kanalga like va obuna bosib qo'yinglar. Bu juda bizga kerak bo'ladi. 30 ta bo'libmiz. Ana endi tezroq bo'lib ketadi degan umiddaman. Faqat tezroq bossanglar, chiqadi. 30 ta obunachi bo'lgandan keyin mana siraz video chiqarishni boshladik. Mana yoqqa sekin bundaqa quraylikmikan. Mana sekin mana yoqqa mana bunaqa yerlarni zinani qo'yishda davom etamiz. Bu Orol 2-qism video Minecraftda olyapmiz. Buni biz o'tgan qismda aytib o'tgandim. 10 ta qismdan iborat qilamiz. Bu yerda katta imperiya quramiz. Turli narsalar qurib qilaman deb aytgandim. Shunaqa videolar ko'p bo'laveradi. Buni men chiqazaveraman. Sizlar buni bosib qo'yaverasizlar. Qismda ukam ham qo'shiladi. Shuning uchun like bosib qo'ying. Agar aktiv past bo'lsa qo'shmayman. Aktiv baland bo'lsa qo'shaman. Aktivni baland qilib bombalar tashlasanglar qo'shaman. Bu videoni boshqa odamlar bilan ham olishimiz mumkin, lekin boshqa odamlar bilan olishga ololmayman. Agar mana shu 1 ta bo'lsak, yo'q 100 ta obunachi bo'lsak, boshqa odamlar bilan olishim mumkin. 100 ta obunachi bo'lsak. Mana tushib ketdim. Qayiqli joy qurmoqchi edim. Bizda qayiqdan daqiqa qo'yamiz. Like va obuna bosib qo'ying. Sizlardan chiqqan kanal rivoj qo'ying. Tez video chiqishiga sabab bo'lasiz. Videolarni tez chiqarishim uchun like va obuna bosib qo'yish sizlardan chiqmasin. Mana sekin zinalarni ham quryapti. Men kelguncha quryapman. Qanaqa bo'lishini bilmayman-ku, lekin men kelguncha quryapman. Yer yetguncha quryapman-da shu. Yer to'g'ri keldi, lekin bu yerlarda chiroyli qilib qo'ydik. Sandig'imda bo'lishi kerak. Ular
yer ham bor ekan, yerni ham olib olamiz. Bularni tashlaymiz. Mana kakras bunaqa bor ekan. Bunaqadan qursak xunuk chiqadi, shuning uchun toshdan quramiz. Bizda o'z daraxt yetishmaydi. Shuning uchun toshdan qurishga harakat qilamiz. 40 ta yasadik. Yetsa kerak. Hammasiga qo'ymaymiz. 6 ta 7 ta qilib joylarga qo'yamiz. Hammasini qo'ysak yetmay qolishi mumkin. Obunachilar yetmay qolsa yaxshi bo'lmaydi. Kirka olish esimdan chiqibdi. Shu payt kirka kerak bo'ladi. Kirka taporlarni olamiz. Qocha qo'y. Go'sht bermaysan, kerakmassan sen. Biz zinani ham quryapmiz. Video qisqa bo'lib qoladi. Shuning uchun narigi bazaga ham borib, 1-2 ta narsa qurishga harakat qilamiz. Naryoqda, bu yoqda joy kam bo'lib qoldi-ku. Naryoqlarni topib, tayyor qilib, chiroyli qilib, nimalar qo'yishda davom etamiz. Bizda yer muammo bo'lyapti. Qatdan olishni bilmayapman. Naryoqlardan olsam, xunuk bo'lib qolyapti. Shular qatdan olish. Bu yoqqa yopildi, demak, mana yoqda ham yopishimiz kerak. Bo'lmasa biz sekin orqadan olishga harakat qilamiz. Yerlarni agar tugab qolsa, orqadan olaveramiz. Mana ham bir qurib qo'yish kerak yerlar. Video sifatli bo'lsa komment yozib keting. Sifatli bo'lyapti video deb. Biz tezroq obunachi bo'lishimiz kerak. Lekin bitta narsani ko'rib qoldim. Obunachilar birga bo'lsa, obunachilar anavi berar ekan, knopka berar ekan. Shuning uchun tezroq bundan keyin knopka beradi. Bu knopkani biz xursandchilik bilan kutib olamiz. Bayram qilamiz. Birga bo'lsa, katta bayram bo'ladi. Bunda sizlar Twitterga qarab, tezroq birga bo'lishimiz kerak. Birga bo'lganda o'zingiz bilasizlar nima bo'lishini. Hay. Chiroyli chiqib, mana yoq dabdar qoldi. Hozir biz orqadan nechta bo'lsa ham yer olishimiz kerak. Mana yoqlar keyin daraxtli joy qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun bu videoda qila olmaymiz. Chudoni yer qoldirib qilamiz. Mana qishlatvoramiz. Ana bizni yana yer yetishmay qolyapti. Yer qilmaymiz, obunachilar. Mana bunday. Shunday qilib taxta yetishmayapti-yu bizga. Taxtani olib endi bizga shotka kerak bo'ladi. Shotkamiz yo'q ekan. Tayoqlarni olib shotkalarni olamiz. Bunaqa spawn bosib qo'y. Voy. Juke tushyapti. Sekin bunaqa mana bunday qayoqlar turadigan joy bo'ladi deb.
Kalarımız indirip koyalım. Koyuşumuz gerek. Tugatamiz endi. Lekin klip beraman. Voy, butun daraxtni o'ndirib tashlabdi. Shunday turaversin, bo'lmasa keyingi videoda qilamiz bularni. Hammasini bo'lmasa mana yoqda bitirib qo'yganmiz. Bo'ldi. Bugungi videomiz shu bo'ldi. Hammaga xayr. Bugungi video nihoyasiga yetdi.